Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Bugungi darsimiz rivojlangan mamlakatlarda pedagog kompetentlikka oid ilmiy yondashuvlar. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Finlandiya tajribasi, yuksak professionalizm va ishonch. Kanada kompetensiyaga asoslangan kasbiy rivojlanish modeli. Germaniya dual tizim va real hayotga yo'naltirilganlik. Singapur strategik kasbiy rivojlanish va raqamlashtirish. Ilmiy va nazariy asoslar. Pedagog kompetentlik nima? Pedagog kompetentlik bu o'qituvchining kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beruvchi bilim, ko'nikma, qadriyat va shaxsiy fazilatlar majmuidir. Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida o'qituvchilarning ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratiladi. Quyida ba'zi ilg'or mamlakatlarning yondashuvlari haqida keng ma'lumotlar keltiriladi. Finlandiya tajribasi, yuksak professionalizm va ishonch. Finlandiya ta'lim tizimi dunyoda eng ilg'or tizimlardan biri hisoblanadi. Bu yerdagi o'qituvchilarning pedagog kompetentligi quyidagilar orqali ta'minlanadi. Yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarlik. O'qituvchi bo'lish uchun magistr darajasiga ega bo'lish shart. Mustaqillik va ishonch. O'qituvchilarga metodik erkinlik berilgan. Dars o'tish uslubi va mazmuni o'zi belgilaydi. Reflektiv pedagogika. O'qituvchi va o'z faoliyatini chuqur tahlil qilib, doimiy takomillashtirib boradi. Kasbiy rivojlanish uchun doimiy qo'llab-quvvatlash. Seminarlar, tadqiqotlar va innovatsion loyihalarda ishtirok. Kanada kompetensiyaga asoslangan kasbiy rivojlanish modeli. Kanada o'qituvchilari uchun Professional Learning Community faoliyat yuritadi. Ushbu yondashuv quyidagilarga asoslanadi. Hamkorlikda o'rganish. O'qituvchilar o'zaro bilim almashadi, muammolarni birgalikda hal qiladi. Ko'nikmalarni tahlil qilish. Aniq kompetensiyalar asosida faoliyat samaradorligi baholanadi. Mentorlik va coaching. Tajribali o'qituvchilar yangi boshlovchilarga yordam beradi. Insoniy yondashuv. O'quvchilarni tushunish, emotsional intellektni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Germaniya dual tizim va real hayotga yo'naltirilganlik. Germaniyada o'qituvchilar ta'limda nazariy bilan amaliyotni o'nlashtirgan holda faoliyat yuritadi. Muhim yondashuvlar. Dual ta'lim tizimi, nazariy bilimlar va amaliy mashg'ulotlar uyg'unligi. Tajriba asosida o'qitish. O'quvchilarga real hayotga yaqin vazifalar berish. Kasbiy tahlil kompetensiyasi. O'qituvchi har bir darsni rejalashtirayotganda natijani oldindan prognozlaydi. Singapur strategik kasbiy rivojlanish va raqamlashtirish. Singapurda ta'lim strategiyasi 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Teach less, learn more tamoyili. O'qituvchi ko'proq o'rgatmasligi, balki o'quvchini o'ylashga undashi kerak. Integratsiyasi. Darslarda raqamli texnologiyalar keng qo'llaniladi. Kasbiy standartlar va baholash. Har bir o'qituvchi uchun aniq kompetensiya xaritasi tuzilgan. Ilmiy va nazariy asoslar. Rivojlangan mamlakatlarda
Quyidagi ilmiy nazariyalar pedagog kompetensiyalarga asos bo'ladi. Shulman modeli. Pedagogik mazmun bilimlari, pedagogik content knowledge tushunchasi orqali o'qituvchining fan, metodika va o'quvchi psixologiyasi haqidagi bilimlarni bir butun sifatida ko'radi. Kolb tajriba modeli. O'qituvchi bilimni tajriba, tahlil, nazariya va qo'llash orqali o'zlashtiradi. Vygotsky nazariyasi. Ijtimoiy o'rganish, muloqot orqali kompetensiyani rivojlantirishga urg'u beriladi. Transformativ o'qituvchilik. O'qituvchi o'z tafakkurini doim o'zgartirib, reflektiv fikrlaydi. Xulosa: rivojlangan mamlakatlarda pedagog kompetentlik faqat bilim emas, balki kasbiy axloq, texnolog savodxonlik, ijtimoiy va emotsional intellekt, hamkorlik va innovatsion fikrlash kabi ko'p qirrali yondashuvlarga asoslanadi. Ilg'or tizimlarda o'qituvchi o'rganishga ochiq, doimiy izlanishda bo'lgan shaxs sifatida qaraladi. Bunday yondashuv O'zbekistonda ham bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.